Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir inson bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda pensioner odam kartidan foydalanmaydi. Pulni farzandi yechib beradi. SMS xabarini boshqasi ko'radi. Bankka borish kerak bo'lsa ham yolg'iz qiynaladi. Mana shunday vaziyatlarda oddiy bir xato pensiya pulining kechikishiga, karta bloklanishiga, ortiqcha komissiya to'lashga yoki eng yomoni firibgarlarga pulni boy berishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men bugun pensiya kartaga tushganda nimalarga e'tibor berish kerakligini, oldin qanday edi, hozir nimalar o'zgarganini, kimlar xavotir olish kerak, kimlar bemalol davom ettirishi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot bir kun kelib sizga yoki ota-onangizga juda asqotadi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Ya'ni pochta xodimi uyga olib kelardi yoki belgilangan joydan naqd qilib olishardi. Bunday tizimda odam pulni qo'lga olardi, sanardi, uyga olib kirardi. Albatta, o'sha paytda ham muammolar bor edi. Kimdir uyda bo'lmasa pul kechikardi, uzoq qishloqlarda yetkazish qiyin bo'lardi. Navbatlar bo'lardi. Ayrim holatlarda hujjat yoki imzo masalasida tushunmovchilik chiqardi. Hozir esa pensiyani bank kartasiga o'tkazish keng tarqaldi. Bu bir tomondan qulay, pul hisobga tushadi, bankomatdan yechish mumkin, do'konda karta bilan to'lash mumkin, mobil ilova orqali kommunal to'lovlarni qilish mumkin. Masalan, pensioner o'yga 1 million 200 ming so'm olsa, bu pul belgilangan kunda kartaga tushadi. U odam 500 ming so'mini bankomatdan yechadi, 300 ming so'mini dori-darmonga ishlatadi. Qolgani kartada saqlab turishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan karta bilan bog'liq yangi xavflar paydo bo'lgan. Karta muddati tugashi mumkin, PIN kodni unutish mumkin. SMS xabarnoma ulanmagan bo'lishi mumkin. Bankomat pul bermay qolishi mumkin. Begona odam telefon qilib kod so'rashi mumkin. Farzandlar o'rtasida kartani kim ushlab turadi degan kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Demak, o'zgarish shundaki, pensiya endi faqat pul olish masalasi emas, balki bank xizmatidan to'g'ri foydalanish masalasiga aylangan. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya kartaga tushishi yomon narsa emas. Aksincha, to'g'ri foydalansangiz juda qulay. Ammo har bir qulaylik bilan birga mas'uliyat ham keladi. Ayniqsa keksa yoshdagi odamlar bank kartasi, mobil ilova, telefon raqami, parol, kod kabi tushunchalarni yaxshi bilmasa, ular eng zaif guruhga aylanadi. Firibgarlar ham aynan shundan foydalanadi. Pensiyasini kartaga oladigan odam eng avvalo karta kimning nomida ekanini, qaysi bankdan ochilganini, karta muddati qachon tugashini, karta qaysi telefon raqamiga ulanganini bilish kerak. Ko'p odamlar pul tushyapti-ku bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, bu yetarli emas. Masalan, karta onangiz nomida, lekin telefon raqami o'g'lining nomida bo'lsa, ertaga bankdan SMS kelganda yoki tasdiqlash kodi kerak bo'lganda muammo chiqishi mumkin. Yoki karta muddati 2025 yil mart oyida tugatsa, martdan keyin pensiya tutsa ham kartadan foydalanish qiyinlashishi mumkin. Bir misol keltiraman. Otaxon oyga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Kartasi o'g'lida turadi. Otaxon esa faqat kerak bo'lganda pul so'raydi. Bir kuni karta muddati tugaydi. O'g'li keyin boramiz deb yuradi. Shu orada pensiya tushadi, lekin karta bilan to'lov qilishda muammo bo'ladi. Bankka borish kerak bo'ladi. Otaxonning pasporti yoki ID kartasi, pensionerlik hujjatlari, telefon raqami kerak bo'ladi. Agar bular oldindan tartibli bo'lmagan bo'lsa, oddiy karta almashtirish ham bir necha kunlik ovoragarchilikka aylanadi. Ikkinchi muhim masala, PIN kodni hech kimga aytmaslik kerak. Bu gap oddiy eshitiladi. Lekin amalda eng ko'p xato shu yerda bo'ladi. Pensioner bankomatdan pul yecha olmaydi. Yonidagi begona odam bering, yordam beraman deydi. Karta qo'lga beriladi, PIN kod aytiladi. Balki u odam halol yordam berar, balki yo'q. Men tavsiya qiladigan qoida juda aniq. Bankomatdan pul yechishda faqat ishonchli farzand, yaqin qarindosh yoki bank xodimidan yordam so'rang. Lekin bank xodimi ham sizdan PIN kodni so'ramasligi kerak. PIN kodni o'zingiz terasiz. Hech kim ko'rmasligi kerak. Uchinchi masala, SMS kod va mobil ilova parolini hech qachon aytmaslik kerak. Hozir firibgarlar telefon qilib bankdanmiz, pensiya kartangiz yangilanadi. Kompensatsiya tushadi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting deb aldashadi. Men mutaxassis sifatida ochiq aytaman.
haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodini, karta raqamining to'liq ma'lumotini, amal qilish muddatini, CVV kodini so'ramaydi. Agar kimdir telefonda shularni so'rasa, gapni darhol tugating. Hatto u sizning ismingizni, bank nomini, pensiya miqdoringizni bilsa ham ishonmang. Chunki firibgarlar oldindan ma'lumot to'plab, odamni ishontirishga harakat qiladi. Eng avvalo, yoshi katta, yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ularga begona odamlar ta'sir o'tkazishi osonroq bo'ladi. Masalan, kampir yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million ming so'm. U telefoniga kelgan SMSni tushunmaydi. Kimdir qo'ng'iroq qilib, "Onaxon, sizga davlatdan 600 ming so'm yordam puli ajratilgan. Kartangizni tasdiqlaymiz" desa, u ishonib qolishi mumkin. Natijada kartadagi pul yechib olinadi. Ikkinchi guruh, kartasi o'zida emas, farzandida yoki boshqa qarindoshida turadigan pensionerlar. Bu har doim ham yomon emas. Ba'zi pensionerlar haqiqatdan ham o'zi bankka bora olmaydi, pul yecha olmaydi. Shuning uchun farzand yordam beradi. Lekin bu yerda tartib bo'lishi shart. Pensioner pul qachon tushganini bilishi kerak, qancha pul yechilganini bilishi kerak, karta qayerda ekanini bilishi kerak. Farzandlar ham ota-onaning pensiyasini o'z puli deb emas, ota-onaning haqqi deb ko'rish kerak. Masalan, ona oyga 20 million 300 ming so'm pensiya oladi. Qizi kartani ushlab turadi va har oy kommunal to'lovlarga 300 ming, dori-darmonga 400 ming, oziq-ovqatga 500 ming sarflaydi. Agar bularni onasiga aytib tushuntirib, cheklarni ko'rsatib borsa muammo yo'q. Lekin agar ona pensiyam tushdimi deb so'rasa, qizi ha ishlatdik desa va hech qanday izoh bermasa, bu oilaviy nizoga, ishonchsizlikka olib keladi. Shuning uchun moliyaviy shaffoflik juda muhim. Uchinchi guruh ular karta orqali kredit bo'lib to'lash. Qarz yoki boshqa xizmatlarga aralashib qolgan pensionerlar ba'zi holatlarda pensionerning kartasiga pensiya tushadi, lekin ilgari olingan kredit bo'lsa, bank avtomatik yechib qolishi mumkin. Yoki pensioner kimningdir iltimosi bilan karta ma'lumotlarini bergan bo'lsa, kartadan turli to'lovlar ketishi mumkin. Shuning uchun karta faqat pensiya olish vositasi bo'lib qolmasdan, butun moliyaviy hayotingizga bog'lanib ketadi. Agar sizning kartangiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, telefon raqamingiz ham o'zingizga tegishli bo'lsa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, PIN kodni hech kim bilmasa, bank ilovasidan faqat o'zingiz yoki ishonchli farzandingiz foydalanayotgan bo'lsa, unda haddan tashqari xavotirga o'rin yo'q. Siz faqat tartibni saqlashingiz kerak. Agar karta muddati hali tugamagan bo'lsa, bankomatdan pul yechishda muammo bo'lmasa, pensiya har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, siz uchun asosiy vazifa firibgarlardan ehtiyot bo'lish va hujjatlarni tartibli saqlash. Men bunday odamlar uchun ham bir maslahat beraman. Kamida oyda bir marta kartadagi kirim-chiqimni tekshiring. Bu ishni bank ilovasi orqali, SMS orqali yoki bank bo'limiga borib ko'chirma olish orqali qilish mumkin. Masalan, siz oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya olasiz. Har oy en sanada pul tushadi. Siz en bir sanada 20 million so'm yechasiz, 300 ming so'm dorixonada ishlatasiz, 200 ming so'm kommunal to'laysiz. Oy oxirida kartada taxminan 300 ming so'm qolishi kerak. Agar birdan balans 20 ming so'm bo'lib qolsa, darhol sababini aniqlash kerak. Mayli keyin qarayman deyish mumkin emas. Pul masalasida vaqt o'tgan sari isbotlash ham, qaytarish ham qiyinlashadi. Eng ko'p uchraydigan nozik holatlardan biri karta yo'qolishi. Agar pensiya kartangiz yo'qolsa, birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish. Balki uyda qolgandir. Balki ertaga topilardi deb kutmang. Karta topilgan taqdirda ham agar begona odam ko'rgan bo'lsa, xavf bor. Ayniqsa kartaning old va orqa tomonidagi ma'lumotlarni kimdir rasmga olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yo'qolgan karta bo'yicha tez harakat qilish kerak. Ikkinchi nozik holat, pensioner vafot etganda karta masalasi. Bu og'ir mavzu, lekin hayotiy. Pensioner vafotidan keyin uning kartasidagi pulni o'zboshimchalik bilan yechish, ishlatish, yashirish huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Bunday vaziyatda meros, nafaqa, dafn puli, ortiqcha to'langan pensiya kabi masalalar tartib bo'yicha hal qilinadi. Shuning uchun yaqinlaringiz vafot etsa, karta bo'yicha bankka va tegishli tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Karta bizda edi. Pulni yechib oldik degan yondashuv keyin janjalga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi holat, pensioner uzoq muddat chet elga yoki boshqa viloyatga ketgan bo'lsa, agar odam pensiyasini kartaga olsa, qayerda bo'lsa ham pul tushaveradi deb o'ylashi mumkin.
Lekin ba'zi holatlarda yashash joyi, hujjat muddati, bank kartasi muddati, identifikatsiya, ishonchnoma kabi masalalar muhim bo'ladi. Agar pensiyaga o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma orqali vakil tayinlash kerak bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, kartani berib yubordim, o'zim kela olmayman degan usul har doim ham to'g'ri yechim emas. 4-holat. Bankomat pulni bermadi, lekin hisobdan yechildi. Bunday vaziyat kam bo'lsa ham uchraydi. Masalan, siz 500 ming so'm yechmoqchi bo'ldingiz, bankomat xatolik berdi, pul chiqarmadi. Lekin SMSda 500 ming yechildi deb keldi. Bunday paytda vahima qilmaslik kerak, lekin befarq ham bo'lmaslik kerak. Darhol bankomat joylashgan bankka yoki kartangizni bergan bankka murojaat qiling. Vaqt, joy, summa, bankomat raqami bo'lsa yozib oling. Ariza qoldiring. Odatda bunday holatlar tekshiruv orqali aniqlanadi. 5-holat pensiya tushmadi yoki kechikdi. Bunda ham darhol pulimni olib qo'yishdi deb o'ylamaslik kerak. Sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Bank tizimidagi kechikish, bayram yoki dam olish kunlari, hujjatdagi yangilanish karta muddati, hisob raqamidagi muammo, pensiya organlari bilan bog'liq texnik jarayon. Birinchi qadam bankdan hisobga pul kelgan, kelmaganini aniqlash. Agar bank bizga kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Agar bank pul kelgan, lekin karta faol emas desa, masala bank orqali hal qilinadi. Men eng xavfli narsalardan birini alohida aytmoqchiman. Pensioner nomiga karta ochilgan bo'lsa, lekin undan boshqa odam doimiy foydalanayotgan bo'lsa, bu katta mas'uliyat talab qiladi. Chunki karta egasi pensioner hisoblanadi. Kartadan shubhali to'lovlar, qarzlar, o'tkazmalar bo'lsa, keyin tushuntirish kerak bo'lishi mumkin. Hatto oilada ham dadamning kartasi, onamning kartasi deb yengil qarash noto'g'ri. Bu bank hujjati moliyaviy vosita. Yana bir xavf kartani internetdagi noma'lum saytlarga ulash. Masalan, kimdir arzon dori, yordam puli, bonus, lotereya, kompensatsiya deb havola yuboradi. Pensioner yoki uning farzandi karta ma'lumotlarini kiritadi. Keyin kartadan pul yechiladi. Men qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya kartasini noma'lum saytlarga kiritmang. Agar onlayn to'lov qilish kerak bo'lsa, ishonchli rasmiy ilovalar orqali qiling. Yana bir muhim jihat. Barcha pulni kartada saqlash ham, hammasini birdan naqd qilish ham har doim eng yaxshi yo'l emas. Agar pensioner kartadan foydalana olsa, bir qismini kartada qoldirish qulay. Lekin PIN kodni bilmaydigan, telefon ishlata olmaydigan, bankomatga bora olmaydigan odam uchun butun pulni kartada qoldirish ham xavfli noqulaylik tug'diradi. Bunda oila a'zolari bilan kelishilgan tartib bo'lishi kerak. Masalan, pensiya tushgandan keyin 700 ming so'm naqd qilinadi. 300 ming so'm kartada kommunal to'lovlar uchun qoladi. Qolgan summa dorixona va boshqa ehtiyojlar uchun rejalashtiriladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam pensiya kartangizni tekshiring. Karta old tomonda amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi oyga qoldirmang. Bank oldindan boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Agar bank sizdan qo'shimcha hujjat so'rasa, aniqlashtiring. Karta almashtirish tartibi bankka qarab farq qilishi mumkin, lekin asosiy hujjat shaxsni tasdiqlovchi hujjatdir. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Pensiya kartangiz qaysi raqamga ulanganini bilib oling. Agar raqam eski bo'lsa, ishlamayotgan bo'lsa, boshqa odam nomida bo'lsa yoki sizga tegishli bo'lmasa, bankka borib yangilang. Chunki SMS kod, ogohlantirish, bank xabarlari aynan shu raqamga keladi. Raqam noto'g'ri bo'lsa, siz o'z pulingiz ustidan nazoratni yo'qotasiz. Uchinchi qadam, SMS xabarnomani yo'qing. Har bir kirim va chiqim bo'yicha xabar kelib tursa, siz pul harakatini ko'rasiz. Ba'zi banklarda bu xizmat uchun ozgina to'lov bo'lishi mumkin. Lekin 5 ming yoki 10 ming so'm xizmat haqi to'lab, 20 million so'mni firibgardan asrab qolish yaxshiroq. Ayniqsa pensionerning kartasidan farzandi foydalanayotgan bo'lsa, SMS xabarnoma shaffoflikni oshiradi. 4-qadam. PIN kodni o'zgartiring va yodda saqlang. PIN kod 1234 tug'ilgan yil, telefon raqamining oxirgi raqamlari bo'lmasin. Bunday kodlarni topish oson, lekin juda murakkab qilib o'zingiz ham unutib qo'ymang. Kod yozilgan qog'ozni karta bilan birga saqlamang. Agar yozib qo'yish zarur bo'lsa, uni begona odam tushunmaydigan tarzda va alohida joyda saqlang. Eng yaxshisi ishonchli yaqin inson bilan tartibli kelishib oling. 5-qadam. Bank ilovasini faqat ishonchli telefonga o'rnating. Agar ilova farzandingiz telefonida bo'lsa, u farzand haqiqatdan ham ishonchli
va mas'uliyatli bo'lishi kerak. Har oy pensiya tushganda, qancha yechilganda, qayerga sarflanganda pensionerga tushuntirib borish kerak. Bu nafaqat moliyaviy, balki axloqiy masala hamdir. 6-qadam. Agar o'zingiz bankka bora olmasangiz, qonuniy yo'lni tanlang. Ishonchnoma kerak bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtiring. Qo'shni borib keladi. Tanishim hal qilib beradi. Kartani berib yuboraman degan yo'llar xavfli. Pul masalasida og'zaki ishonch yetarli emas. Hujjatli tartib sizni ham yordam berayotgan odamdan himoya qiladi. 7-qadam. Pensiya tushadigan kunni kuzating. Har oy qaysi kunlarda pul tushishini biling. Agar odatda 12 sonda tushsa, 12 yoki 12 sonda tekshiring. Tushmasa avval bankka murojaat qiling. Bank kartangiz faolmi? Hisobga pul kelganmi? Blok bormi? Shuni aytadi. Keyin zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, bank kartasi, telefon raqamingizni olib boring. 8-qadam. Har oy kichik hisob-kitob qiling. Qancha pensiya tushdi? Qancha naqd yechildi? Qancha dorga ketdi? Qancha kommunalga ketdi? Qancha qoldi? Buni oddiy daftar qilib yozib borish mumkin. Masalan, 10 may 1 million 400 ming tushdi. 11 may 800 ming yechildi. 15 may 200 ming dori. 15 may 1 ming elektr va gaz. Qoldiq 130 ming. Bu oddiy daftar keyinchalik juda katta yordam beradi. 9-qadam. Firibgarlik bo'lsa, darhol harakat qiling. Agar kartadan pul yo'qolganini ko'rsangiz, avval kartani bloklating. Keyin bankka ariza bering. Agar aldov bo'lgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Qo'ng'iroq raqami, SMS, havola, chek, bank xabarlari hammasini saqlab qo'ying. Uyalaman, farzandlarim bilib qoladi. Baribir qaytmaydi deb jim turmang. Jim tursangiz, firibgar boshqalarni ham aldaydi. Bugun men sizga pensiyani kartaga olishning eng muhim tomonlarini tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, karta qulay, lekin nazorat bo'lmasa xavfli. Karta muddati, telefon raqami, SMS xabarnoma, PIN kod, bank ilovasi. Ishonchnoma va har oygi hisob-kitob doim tartibda bo'lishi kerak. Pensionerning puli uning mehnati, uning haqqi, uning hayotiy ehtiyoji. Shuning uchun bu pulga beparvo qarash mumkin emas. Agar siz pensiyangizni kartaga olsangiz, bugunoq kartangiz muddatini, SMS xabarnomangizni va telefon raqamingizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensiyasini kartaga olsa, ularga bu videodagi gaplarni tushuntiring. Bankka borishda yordam bering. Lekin ularning pulini o'z pulingizdek emas, ularning haqqi sifatida hurmat qiling. Sizda pensiya kartasi bilan bog'liq qanday muammo bo'lgan? Pul kechikkanmi, karta bloklanganmi? Bankomat pul bermaganmi yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z pensiyasini, ota-onasining pulini va oilasining xotirjamligini yaxshiroq himoya qiladi.